Qo'ylar zo'rlari tushibdi janob. Qaysi biri nechi pul aka? 13 ta zo'r. Ha? 13 ta. Qaysi biri nechi pul qilishdi aka? 10 qilishdi. Qaysi biri? Kattasini? Ha. Tish qanaqa bular? Endi xulabman. Ikkala ikki tishmi? Mana uchtadan. Chori qo'chqorlar. Chori qo'chqorlar. Sog'liqlarga zo'r ekan janolar. Yo, sog'liqlar ichida yurgan. Bittasini qochiramiz aka. Endi olgan odam qo'shadi. Bitta tuxum berib rasmuriga. Yemay qo'shdi. Bormi yana sotiladiganlari yo'q? Mana aka. Ko'p. Qaysi biri? Ha, Bular semiz ekan-a? Bular nechi puldan aka? Tarozga nechi puldan bermadingiz? Tarozga ham so'rashmadi aka. So'rashmadi. Oyog'ida so'rashdimi? Qaysi birini nechi pul qilishdi? Nechi pul qilishdi? Kattasini, 13 millionga berishmabdi. Bularni nechi pulda to'xtadi savdosi aka? 10 ta to'xtadi. Bunisi nariga orig'inichi. O'zi buni ham o'g'ilni ikkalasi bir joydan o'qib. Bermadingiz a? Telefon qo'yamizmi qiziqqanlar? Keting. 99 97 097 46 35. 46 35 qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Bormi tegi? Ha, o'zimizda Messi ma'qulotlari chetdan kelganlar. Shu tug'ilganmi bular? Ili Qirg'izistondan kelgan. Chetdan kelgani o'zimizda ma'qulot. 6 oy 7 oy. Barakasini bersin. Qaysi biri nechi pul ekan bularni? Oldinglarmi buni sotyapsizlarmi? Qaysi biri? Nechi pul? 5 pul so'rayapsiz bunga? 8 ga qo'shib bering da otdilar. Nechi pulga bermayaptilar? Unisidan xabarim yo'q. Tushuvchi tortish bo'layotgan ekan janob. Nechi pul qolsa aka? 7 million bermayaptilar. Soting zo'r pul bo'pti. Bunisi-chi janob? Qo'shing aka, ishingiz bitadi, ozgina qolibdi-yu. Yaxshi narsa ekan. So'yishganmi, qo'yga qo'shishgan? 78-80 qo'yilyapti. Qo'shing aka, ishinglar bitadi, ozgina qolibdi ishinglar. Janor shikalat qo'li tushdi. Bunisi ham sizdanmidi amalari? Bular ham sizdanmidi? Qaysi birini sotdingiz? 19,5 nechi pul? 19,5 kiloni qilishyapti. Qaysi biri grikel? Yana bormi? Tegi bormi yana? Yo bilmadi, biladi aka. Aka, yana tegi bormi? Bor aka. Nomer qo'yaveramizmi? Ayting. 95 805 0777. Manzil qayerda? Chernev. Chernevkada. Barakasini bersin. Ey, xo'ja aka. Ey. Lan yurg'izing. Vaqtni o'tkazmaylik. Majbur, menga o'zimdan baqirib qo'ying. Buni so'rab turibdingizmi? Yo, aka, uningizni ham ko'ring. Buni olib ketdim bo'lsin. Qasini olib ketasiz. Buni olib Ko'rsinmi? Hey, Jaji aka. Ey. Ayol zo'r yaxshi ish bo'libdi, shu qo'ygandan keyin o'zi o'g'li bo'lardi. Ha, mana sotilsa ish bitadi-da. Buni so'ragan bor. Buni so'ragan bor, o'sha 200 ming so'm qo'shdi, siz o'tdi. Buni 8 ming so'ragan bor. Qo'shib so'rang, qo'shib.
Naqad deydilar-ey. Qo'yishni so'rang. Buni sotilmasa men ishlayotgan odam bor. Ha просто bitta joyda bu odam yo'q. 3 million berib olib keting nomni uchalasi. Bu odam hozir men ikkalasiga berayotgan siznikidan o'sa o'sha pulni chiqar. Oling, lekin mana shu sizga boqishgami? Taroziga olib boramiz ikkalamiz. Okey, bizlar bilan falon pulni olamiz o'zi. Shu bozor narxida tarozi pulni so'raymiz. Bozor narxi masalan hozir dublokasi 75 ming so'm tortasiz, o'sha pulni so'raymiz. Yo'q, aka. Qog'oz berish bilan bo'ladi. Hech pulga qarang, qo'lni bering. Bu odam degan emas, degan emas. Boqqaningga rahmat, gap yo'q. Meva bitta qo'ysa gap yo'q. Bundoq gapda endi olinglar. Bunaqaga bermaydi. O'rtamni qarab turibmi? Ashti yetgan Alloh ketamakkan ekan. Rozi bo'lib kulib berib ekanman. Ham bu opoqimni eri yo'q, ammamni kuyovi. Mana shu torozgami deyman. Yo'q, 7,5 million qoldi. Bir ikki ham soqqin demasang pul sota olmaysan. Allohdan baraka so'ratgan bera qolsin. Ertalabdan beri 8 millionga bermayapti. Ustiga chiqing 200 ming yuring beraman deb o'shancha. 200 ming nima bo'lyapti bunga? Qo'shganda boy beraverardi-da. Shuncha odam qo'yib 5-6 odam yopishgan bu qo'lga. Dam o'ylamanglar, men dallol emasman. Sizni ham bir, buni ham birsimi kerak. Prosta ishlari bitsin do'stlar. Bo'ladi ke. Hamma narsa borda, aka. Agar taroziga kelmaysiz, Yo'q, mana buni o'zim 7,5 million qildi berman. 7,5. Sezam aka 75 dan bo'lganda yo'q. Sizga ish pul dedingiz, aka. 8 ustiga Sizga bermayapti ertalabdan beri. 200 ming qizib bo'lyaptimi demak 200 ming so'rab qo'yibdi bu. Pulida emas, baraka topasiz.